Assalamu alaykum. Bu videoda katlanan etimiz 3 piyola unga 1 bal qo'shiq xemirtirish, 1 bal qo'shiq tuz, 1 piyoladan sal ko'p suv qo'yib xemirimizni yo'g'irib olamiz. Xemirimizga azroq yog' qo'yib etsak, xemir qo'limiz chiqib qolmay yaxshi chiqadi. Yoğurup bo'lgan xemirimizning ustini epitib, 1 soat atrofida tindiramiz. Mana xemirimizni tindib, buni amal birleştirib burun, amalimizni yağlab etib, 6 bölüp so'g'ilib qolamiz. Zo'limiz tayyor bo'ldi. Endi bir pokizligini yog'lab, zo'limizni ilib, ustini yepib 15 minut tindiramiz. Aşkında hemen qanchalik oldin biz bo'lsak, qilganimiz shuncha yaxshi chiqadi. Seriq mayni xemirning ustiga tekischa surkib olamiz. Men seriq mayni to'ng'itdan bir necha soat burun chiqarib qo'ydim. Yoki bo'lmasa seriq mayni eritirilib, anadan keyin surksak yaxshi bo'ldi. Xemirimizning har bir qavatini yog'lab bo'ldik taryaq bilan. Endi bir uchidan boshlab yogaymiz.
Bütün xəmirlərimizni bu şəkildə yuyub qoyğandan keyin bir tərəfindən tutub durub, yana bir tərəfindən bu halətdə bastırırıq. Bütün xəmirlərimizni bu alətə qoyğandan keyin yəni 15 minut ətrafında tındırırıq. Endi qo'limizni yog'latib, xəmirimizni qo'limiz orqali besib, yumaloq non holatiga ekib olamiz. Nonlarimizni içib tayyorlab oldik. Endi qozonimizni qizitib, ustiga ozroq yog' qo'yib etib, xamirimizni yoki tayyorlab olgan nenimizni sapliqimizning ustiga qo'yib pishiramiz. Nenimizni o'tirhal o'tib pishirsak bo'ldi. Bir tarafi qizargandan keyin yana bir tarafga o'rib, yana bir tarafini qizartib olamiz. Ikki taraf tang qizargandan keyin nenimizni olamiz.